Biz bugun mana shu jarayonda fistula qo'yishni amalga oshirmoqchimiz. Bu jarayonimizda asosiy maqsad dissertatsiya ishimizning mavzusi yirik shoxli qoramollarda ovqat hazm qilish organlari tizimida oziq ishlanishlarni davolash va oldini olish choralarini takomillashtirish mavzusidagi ishimizning demak fistula, ya'ni katta qorin fistulasini qo'yish orqali ovqat hazm qilish tizimi alt bo'limlarida uchraydigan asosiy kasalliklar, ya'ni travmatik retikulit yoki boshqa travmatik kasalliklar, yod jismlar tushib qolishdan hosil bo'ladigan kasalliklar, atsidoz kabi kasalliklarni davolash va ularni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar uchun demak zamonaviy usul vosita sifatida fistulani tanlab olganmiz va buni hozir sizlar bilan amaliy jarayonda ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, hozir biz to'qimalarni ajratishni boshlaymiz. Og'riqsizlantirish, mahalliy og'riqsizlantirish o'tkazdik. Novakain bilan Novakain blokadada demak og'riqsizlantirish ta'sir qilgan qilmaganini tekshirib ko'ramiz. Bunda terini demak qisib ko'ramiz. Hech qanday javob reaksiyasi kuzatilmayapti. Demak, hozir bunda og'riqsizlantirish jarayoni ta'sir qildi. Demak, biz bemalol amaliyotni amalga oshirsak bo'ladi. Yumaloq shaklda demak fistulaning ichki diametriga mos ravishda yumaloq katta qorinni kasiya bilan qo'shib teriga tikib oldik. Mana shunday shaklda demak yumaloq chak qo'yib, oz bu yerga endi oldindan tayyorlab olingan fistulani joylashtiramiz. Qilib tozalash va ichki organlardagi bo'layotgan jarayonlarni tekshirish hamda oziqa muhitini, oziqa fiziologiyasi, ya'ni ovqat hazm qilish jarayonida biz berib borayotgan kundalik ratsiondagi oziqalarning qancha vaqtda hazm bo'lishi, shu kabi bir qator muhim fiziologik jihatlarni yoki ovqat hazm qilish organlarining ichki anatomik tuzilishini ham bevosita o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik. Demak, bunda biz qiladigan jarayonimiz birinchi navbatda qopqoq yechib olinadi.